Oddiy mashinaning moyini almashtirish uzog'i yarim soat vaqtni oladi va 30-40 dollar atrofida bo'ladi. Lekin Bugatti Veyron'da bu xizmat narxi nega o'rtacha 25-30 ming dollar turishini bilasizmi? Like bosib qo'ying, hozir aytib beraman. Buning sababi jarayonning dahshatli darajada qiyinligida. Veyron'ning 16 silindrli ulkan motori mashina ichiga shu qadar zich joylashtirilganki, moy filtriga shunchaki qo'l tiqib yetib borishning imkoni yo'q. Filtr va moy bakiga yetish uchun ustalar mashinaning deyarli yarmini sochib tashlashi kerak bo'ladi. Orqa g'ildiraklar, tormoz tizimi, orqa qanotlar va kuzovning butun orqa paneli to'liq yechib olinadi. Yana bir qiziqarli jihati, oddiy mashinaning tagida eski moyni oqizish uchun bitta teshik probka bo'ladi. Bugattida esa bunday probkalar naqd 16 ta. Har birini bittalab ochib, eski moyni to'kib chiqish kerak. Bu jarayonning barchasiga taxminan 27 soat toza jismoniy mehnat sarflanadi. Bugattida bir marta moy almashtirish puliga O'zbekistonda bemalol salondan bitta yangi mashina xarid qilish mumkin.